Davlatobod adliya bo'limi Davlat xizmatlari markazi bosh mutaxassisman. Davlat xizmatlaridagi yangiliklar borasidagi mulohazalar bilan suhbatimizni boshlasak. Albatta, bugungi kunda Namangan viloyati Davlatobod tuman davlat xizmatlarida 300 dan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilmoqda. Mazkur davlat xizmatlari asosan fuqarolarga, ya'ni yuridik va jismoniy shaxslarga davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Davlat xizmatlari ko'rsatish jarayonida fuqarolar davlat xizmatlari markaziga kelmasdan yoki my.gov.uz portali, ya'ni yagona ijtimoiy davlat xizmatlari portali orqali ro'yxatdan o'tib ham, ya'ni davlat xizmatlaridan foydalanish huquqiga ega. Xususan bugungi kunda eng ommabop bo'lgan bir davlat xizmatlaridan biri haqida bayon etmoqchiman, fikr aytmoqchiman. Bugungi kunda rasmiy hujjatlarga apostol qo'yish davlat xizmatiga talab birmuncha kuchayib bormoqda. Bu shunday hujjatki, rasmiy hujjatlarga apostol qo'yish xizmati. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida rasmiy hujjatlar, ya'ni rasmiy huquqiy hujjatlarga chet davlatlarda tan olinishiga aytiladigan hujjat turi hisoblanadi. Bu shunday narsaki, 1961-yil Gaga shahrida butun dunyo davlatlari, deyarli ko'p dunyo davlatlari o'zaro bir-biri bilan ichki chiqarilgan ichki davlat hujjatlarini rasmiy tan olishga konvensiya qabul qilingan. Gaga konvensiyasi 61-yil. O'zbekiston ham shunga a'zo bo'lgan. Albatta mustaqillikka erishilgandan keyin bu shunday narsaki, asosan masalan O'zbekiston hududida masalan nikohni qayd etish, tug'ilganlik haqida guvohnomani qayd etish hujjatlarini bizda o'zbek tilida yoki rus tilida yoziladi hujjatni. Yoki masalan kollejda yoki oliy ma'lumotli oliy o'quv yurtini bitirgan diplom yoki attestat, shunga o'xshagan hujjatlarni chet davlatlarda masalan ishga kirmoqchi yoki qandaydir hujjat sifatida bo'lsa, uni tushunmaydi bu davlatlarda. Chunki o'zbek tilida boshqa shunga munosabatdan kelib chiqib davlatlar o'rtasida apostol qo'yish xizmati joriy etilgan. Ya'ni bu apostol qo'yish o'sha davlatlarda ingliz tilida o'sha huquq notarial tasdiqlangan. Misol uchun, fuqaro mazkur davlat xizmatidan foydalanmoqchi. Albatta foydalanishda diplom oliy o'quv yurtini yoki tibbiyot hamshiraligi bo'yicha ko'proq endi masalan chet davlatlarda shunga talab ko'p bo'ladi. Masalan Germaniyada ko'p tibbiyot yo'nalishda o'qiganlar keladida, fuqarolar diplomni olib shuni apostol qilish kerak, ya'ni shu chet davlat tan olinishi kerak degan mazmunda kelgandan keyin albatta fuqaro unga tushuntiriladi. Tegishli davlat eng bazaviy hisoblash miqdorining 10% miqdor davlat boji to'lab turib, u hujjat tegishli tizim orqali yuboriladi. Ya'ni Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan yuboriladi. U yuborilgandan keyin tizim orqali 2 ish kunida, muddati 2 ish kunda unga ingliz tilida hujjat tasdiqlangan bo'ladi. Avvalambor u birinchi o'rinda kelayotganda kollej diplomini notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishiga hujjat ham talab qilinadi. Bizda fuqaro pasporti, o'sha diplomi keyin notarial tasdiqlangan. Notarial tasdiqlanganda haqiqatan ushbu diplom mazkur fuqaroniki ekanligi notarius tomonidan pechati, muhr shtampi o'sha notarius tomonidan aniq imzolangan bo'lishi kerak. O'sha asosda diplomi o'sha asosda ilova qilingan holda tegishli Maktabgacha ta'lim vazirligiga yuboriladi. U hujjat ingliz tilida apostol hujjatini tasdiqlanishini 2 ish kunda unga tizim orqali yuboriladi va fuqaroga o'sha apostol hujjati chiqarib beriladi. Apostol hujjati asosida o'zini diplomini ham oladi va o'sha chetga borib, xohlagan davlatga borib ishlash huquqiga ega bo'ladi. Ular tan oladi. Mana shu hujjatlar tan olinishi va mana shu malakaga ega ekanligini isbotlovchi hujjat sifatida bu berish taqdim etish mumkin bo'ladi. Va bemalol mana shu ish o'rniga ega bo'lishi mumkin. Albatta. Bugun aynan Davlatobod tumani davlat xizmatlari bo'limida yana qanday aktual mavzular bilan kelishmoqda? Umuman olganda bugun qanday o'zgarishlar bo'ldi? O'tgan yili xizmat ko'rsatish va bu yilgi solishtiradigan bo'lsak, endi baribir bir oy bo'lsa ham yutuqlar haqida ozgina gapirib bersangiz. Avvalambor endi yutuqlar ham bor, kamchiliklarimiz ham endi fuqarolarda murojaat ko'paymoqda o'tgan yilga nisbatan, chunki davlat xizmatlariga ishonchi ko'payib bordi, chunki xizmatlar soni ko'paygandan keyin fuqarolar oqimi ham ko'p.
Xizmatlar turi ko'paygan. ko'paygan. Albatta. Endi to'g'risini aytish kerak, baribir xalq ko'chada eshitasiz. Davlat xizmatlariga borgan navbatlar ko'p. Navbatda kutish vaqtlari ham ko'p. Ba'zida vaqtim ketyapti. Shunaqa degan mazmunda xalqimizda shu fikrlar mavjud. Lekin elektron tizimlar ham bor. Elektron tizim bor, albatta bor. Ba'zida shunday bo'ladiki, kelgan fuqaro 1 soat, 2 soat kutib qolishi ham mumkin-da. Biz shu elektron navbat orqali ko'rish shu sabrsizlik fuqarolarimizda ko'payib boryapti. Lekin biz imkon qadar tezkor, sifatli xizmat ko'rsatishga harakat qilib, fuqarolarni masalan davlatimizga va shu tizimimizga roziligini olish maqsadida chiroyli muomala qilib, chiroyli kuzatishga harakat qilamiz. Shu asosda endi asosiy yutuqlarimiz xizmat soni ko'paygan va fuqarolarda shunday tushuncha shakllandiki, davlat xizmatlari orqali biror bir masalan tashkilot murojaat qiladi, murojaatini o'sha joyda yana olib ketadi. Men idoralar sarson bo'lib yurish degan oldingi fikrlardan sansorlik yo'q, ovoragarchilik bo'ldi. Tegishli murojaat qiladi davlat xizmati, ariza biz murojaat qilib, tegishli muddatda o'zi javobini oladi. Fuqaro bundan qoniqadi. Misol uchun idora unga yugurib Sardor aka bir so'z bilan aytganda, bugun xalqimiz aynan davlat xizmatlari idoralaridan, ya'ni markazni xizmatidan haqiqatan ham rozi va bunga ishonchi ortdi deb bemalol aytamiz. Albatta. Juda ham yaxshi. Buni tushundik. Endi bu yil qanday yangiliklar, yana ham mana shu ishonchni qozonish uchun, yana ham shu ishonchni oqlash uchun yangiliklar kiritildimi sohaga? O'zingizda qandaydir bir loyihalar qo'llanilyaptimi? Bu haqda ham o'ylab ko'rildimi? Albatta. Bugungi kunda davlatimizda fuqarolar masalan shunday narsa yangiliklar joriy etilyapti. Har bitta fuqaroga shu kunlarda bo'layotgan dolzarb, endi shu narsani aytishga biz vazifamiz. Ko'p fuqarolarimiz banklarga borganda kredit olishda yoki banklarda qandaydir pul operatsiyasini amalga oshirishda bankdan meni parollarim qolibdi, quluplanib qolibdi degan mazmunda juda ham ko'p bizga davlat xizmatlariga murojaat ko'p bo'lyapti. Yaxshi mavzu bu. Bu mavzuni ochilishiga sabab endi ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda chiqdi, shunaqa fuqarolarning ayrim ma'lumotlari sizdirilgan degan mazmundagi haligi endi hamma o'z xavfsizligini o'ylaydi. Shunday mazmunda davlatimiz tomonidan bu o'ylab turib har bitta fuqaroni banklardagi operatsiya qilishda bekitib qo'yildi. Fuqaro o'zi boradi bankka, tegishli o'sha operatsiyani yoki qandaydir o'ziga kredit olishda yoki pul operatsiya yoki yangi o'ziga plastik karta ochishda ham bankka borilganda bu quluplanib qoldi deydi. Shunda fuqaro ko'pincha davlat xizmatlari markaziga kelib shu narsani ochib bering degan mazmunda nima qiladi. Bu tegishli buni fuqaro o'zi ham qilishi mumkin. Telefon orqali, uyda kompyuter orqali One ID tizimidan ro'yxatga o'tib, o'zi nomida SIM karta bo'lishi kerak yoki onlayn tarzda elektron raqamli imzo olishi mumkin yoki mobil ID tizimlaridan ro'yxatga o'tib shu narsadan foydalanish mumkin. Bizda fuqarolarimizda eng bugungi kunda dolzarb narsa haligi jihati axborot kommunikatsion texnologiyadan foydalanish darajasi hali ham qoniqarli deb ayta olmaymiz. Asosan yoshlar yaxshi biladi. Yo'q, endi Instagramga kiramiz, Telegramga kiramiz, Facebookga kiramiz, lekin o'zimizga kerakli bo'lgan xizmatlar gohida shuni o'rgansak aslida bo'ladi. Lekin o'rgansa bo'ladi. Yoshlar zo'r biladi buni. Yosh kattalarda biroz qiyinchilik bo'lyapti, shunga shu asosiy shu kunda dolzarb bo'layotgan aktual bo'lgan savollardan. Chunki ko'p fuqaro shu masalada kelishyapti. Yaxshi. Sardor aka, bugungi suhbat, bugungi ma'lumotlar uchun albatta sizga rahmat aytamiz.